Qatlim bulkining shahi pirman, pishruqxonlarda laylab yurman. Pishruqxonlarda o't bo'lib setilayotgan, sanoqliqlab pishruqxonlar chiqarayotgan Qatlim bulkining darsigini ilib keldik. Yurak belgisini besib etib, bizni guvanjo qilib oling. Bu qatlim bulkiga xumarning ichitilgan sütlik seriq men ishlatdim, ondan tam kirgizish uchun danay ishlatdim. Bu sog'lom yemeklar qatoriga kiradi, ham tanirqimi yuqori chiqadi. Kasbdashlarningki shu materialga diqqat qilgan asosda, asl ta'mini yo'qotmagan asosda bozorlarga silib foydalanishni umid qilaman. Odatda un 400 gram. Şeker 100 gram, xum şiktal, süt 200 gram atrofida, oliy nayping 25 gram, qiymetturush 6 gram, tuz 3 gram, xumar qaymoqliq ichitilgan seriqni 60 gram. Un, nayping, qiymetturush, tuz, xum, süt, şeker, hammani to'kilib, ondan ximir yo'rish bosqichiga o'tamiz. Seriq meyimizni silib Mana ximirimizning yuzida şeker donachilari qoldi, uni tindirib olamiz. Mana ximirimizning 3 bo'lakka bo'lib oldik. Biz endi har bir bo'lakni mushu usulda yaysak bo'ladi. Asli qurg'uncha ichib turib. Yeyib olgan ximirimizning ichiga xumar ichitilgan sutlik moy 100 gram, xumar oq moy 100 gram, suv moy 100 gram, uchini ko'ptirib olgandan keyin tekshi surkab turib olsak ham bo'ladi. Bizning o'xshash tekshi turib olsak bo'ladi. Mana buni tugib oldik. O'sha holatdan yuvib tuzlasak bo'ladi. Pochanda 15-20 minut atrofida turg'izamiz. Mushujik holatda pochanda chiqdi ya. Endi biz buni pishirib olamiz. Pochananing gradusi osti 190 gradus, usti 180 gradus. Bulkimizni 15 minut pishib chiqdi. Bulkimiz muzlab tayyor bo'ldi. Buni shoshib kesamiz. Orasiga naylov 200 gram, qanfir 40 gram, xumar danayusi 300 gram. Bayam chilib tayyorlagan qaymoqimizni olamiz. 100 mol qaymoq berib olamiz. Endi buning ustiga oliy nayfon chechib olamiz. Buning ustiga cho'qim oliy nayfon chechishimiz kerak. Odatda nayfon chechib qo'ysak, erib ketadi.